96% yashirin patogen genlarni topdi O'zbekistonda. Nimaga bular ko'payib ketgan? Chunki bular 7 avlodini ko'rib, keyin turmush qurishadi. Demak, mana masalan, afrikaliklar juda ham chopqir bo'ladi deyishadi. Bu genda, значит, есть-da. Erga moslashaman deb faqat ayol harakat qilsa, oxiri ishlab chiqarish binosi. Rakka kimyoterapiyani hamma biladi. Lekin u rak bilan birgalikda odam organizmini ham o'ldirib tashlaydi. Shu qarindosh nikohlar juda ham katta tarqaladi. Katta hayotga bolalarimizni tayyorlashimiz kerak. Bilan chiqardi. O'sha paytda mana Covidda 20-yilda hamma uyda o'tirgan bo'lsa, bizning laboratoriyamizda 20 ta odam mana shu yerda yashab, nikoh qurayotganinglarda, o'zingizlarning bolalaringizga yo o'zingizlar nikoh qurayotgan bo'lsanglar, albatta ko'ringlar. Hech kimni eshitmaydi. Bu markazni men boshqaruvda 2018-yildan beri sizlar to'lib ketgan bu oldin birinchi bitta sekwinatordan boshlagan bo'lsak 10 yil oldin. Mana hozir shunchasi bor.